o'qimasang odam bo'lmaysan. Mamunga o'xshab ko'chada qolib ketasan, amaking, palonching, pistonching tomon bo'lasan, ana uni bolasini qara, uni bolasini qara, sen qanaqa bo'lasan? Ya'ni odamning realizatsiya nuqtasi hech qachon o'zida bo'lmagan. Ya'ni odam o'ziga qarab shakllanmagan, boshqa talablarga qarab. Maktabni qanday bitirishi, maktabdan keyin kollej yoki institutga kirmasligi, undan keyin tezda ish topmasligi, undan keyin uylanmasligi, erga tegmasligi, shu narsalarga qarab shaxs shakllangan. Aslida avvalambor shaxs shakllanishi kerak, undan keyin oila quradi, undan keyin kasbini tanlaydi. Shakllanmagan shaxslar mumkin emas deb yuradi har narsalarda, chunki ichida to'liqlik yo'q. Ishdan o'ylaydi, ish meni baxtli qiladi deb o'ylaydi, sahna meni baxtli qiladi deb o'ylaydi menga o'xshab va qarasa ish baxtli qilmayapti. Nima qiladi? Har bitta imkoniyatdan foydalanadi. Har bitta ichidagi bo'shliqni to'ldira olmasdan turib hamma joyda yuradi mana shunaqa narsa.